Atiga $920 evaziga Ramazon oyida 14 kunlik umra ziyoratini e'lon qilamiz do'stlar. $920 evaziga Saudiya Arabistonda 14 kun yashab kelish imkoniyatiga egasizlar. Ya'ni ro'zani tutasizlar, o'sha yerda chiroyli holatda ibodatlar qilasizlar. 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramada bo'lasizlar. Atiga $920 evaziga do'stlar, adashmadilaring. Toshkent Jidda yo'nalishida va Toshkent Madina yo'nalishida bo'ladi. 7-mart bilan 8-mart sanalarga bu reyslarimiz amal qiladi. Ya'ni shu aksiyali narxlarimiz, shoshilib olinglar. Ekranda ko'rinib turgan nomerlarga tezda aloqaga chiqinglar. 50 boy sizlar bilan birga ketdi, birga keladi. 2 mahal saharlik bilan iftorlik. Haramdan uzoq bo'lmagan gastitsa do'stlar, ya'ni 1-1,5 kilometr atrofida chiqadi. Uzoq bo'lib ketib qolsa 2 kilometr bo'ladi Makka Mukarramada. Madina Munavvarada esa hop 100-150 metr bo'ladi. Ya'ni Masjidul Nabaviydan boshlab. Bunaqa narxda umra ziyorati yo'q hech kimda do'stlar, o'zingiz bilib turibsizlar. $920 evaziga 7-mart va 8-mart sanalarida faqatgina shoshilib qolinglar. Bir dona like bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Kanalimizda mehmon bo'lsalaring, podpiska tugmasini обязательно bosib qo'yinglar, chunki shunaqangi bir arzon umra ziyorati narxlarini sizlarga e'lon qilib turamiz do'stlar. Ramazon oyida umra safariga borish endi $920 do'stlar. Bunaqa narx yo'q, o'zingiz bilib turibsizlar. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqib, o'zingiz istalgan sanalaringni reyslar narxini bilib olsalaring bo'ladi va xohlagan savollaringizga javob olish imkoniyati egasizlar do'stlar. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.